Endi men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yana bir kalsiy mana. Mana именно mana shu kalsiy Xitoy firmasini, Tianxi firmasini kalsiysi. Bu kalsiy qoramolni bo'yin umurtqasidan tayyorlangan. Shunday yo'l bilan tayyorlangan. Bu 98% qonga o'tadi. 98% sizni organizmingizga kiradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar kalsiy to'g'risida. Kalsiy bizga nima uchun kerak? Kalsiy organizmda bajaradigan ishlari suyakni mustahkamligi, ikkinchisi nervlarni, asab nerv tolalarini o'tkazuvchanligini yaxshilashda ishtirok etadi. Keyingisi muskullarning qisqarishda asosiy ishni bajaradi. Bundan tashqari yana moddalar almashinuvida, organizmda bo'ladigan moddalar almashinuvida juda muhim rolni o'ynaydi. Endi mana bizga murojaat qiladigan bemorlarning ko'pchiligida osteoporoz, ya'ni suyakdagi suyak zichligini kamayishi, kalsiy yetishmovchiligi hisobiga suyakda zichligi kamayib ketadi. Bu qaysi bemorlarda ko'p uchraydi? Bu ko'pincha kam harakat qiladigan, jismoniy zo'riqishdan uzoqda bo'ladigan, ishi faqat o'tirib ishlaydigan ishdagilar yoki mana ko'pincha uy bekalari bo'ladi, kam harakat, jismoniy ishlar bilan shug'ullanmaydi. Bularda uzoq vaqt to'shakda yotib qolgan kasallarda, bemorlarda, endokrin kasalligi borlarda, misol uchun qandli diabeti bor, qalqonsimon bez kasalliklari bo'lgan bemorlarda, ba'zi payti ovqat mahsulotlarida kalsiy yetishmovchiligi kuzatilgan holatlarda mana shu osteoporoz, ya'ni suyak zichligini kamayishi uchraydi. Suyak zichligini kamayishi, ya'ni osteoporoz nimasi bilan xavfli? Bu jarohat olganda, odam yiqilganda, boshqa bo'lganda suyak sinish ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Arzimagan jarohatdan suyak sinishi mumkin. Eng xavfli suyak sinishlari bular ko'proq yoshi katta kishilarda, ya'ni 70-80 yoshdagilarda. Arzimagan joydan, ya'ni katta suyaklarda, ayniqsa son suyagi bo'yinchasini sinishlari, umurtqa pog'onasini sinishlari va boshqa suyaklarning sinishlari ko'p uchraydi. Ularda o'sha qari kishilarda bu suyaklarning bitishi ham qiyin bo'ladi. Osteoporoz bo'lganda yoshlarda ham suyaklarning bitishi qiyin bo'ladi, chunki suyakning asosiy bitishi uchun mahsulot bo'lgan kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi. Bu mavzuni men nega ko'tardim? Mana bizga bemorlar murojaat qilishadi. Tekshirganimizda osteoporoz bor. Ular aytishadi, biz kalsiyni ko'p ichgandik. Mana shunaqa vaqt, shuncha vaqt kalsiy ichdik. Qanday osteoporoz bo'lishi mumkin deydi. Endi kalsiy masalasida mana bu kalsiy tabiatda juda ko'p ximiyaviy birikma holatda, ya'ni tuzlar holatda uchraydi. Organizmimizga kiradigan kalsiyni qonga o'tishi uchun albatta D vitamini kerak. D vitamini bilan qo'shilgan holatda ham eng yaxshi tayyorlangan kalsiy, o'sha farmatsevtik tomondan farmakologik eng yaxshi kalsiy deganimiz ham 35% gacha so'riladi xolos. Bu ilmiy tekshirish institutlarining ilmiy maqolalarida keltirilgan dalillar bular. Buni biz inkor qila olmaymiz. Bu narsani chunki eng kuchli bo'lgan dunyoni oldi laboratoriyalari tekshirib bu narsani aniqlagan va bizga ma'lumot qilib yetkazib beryapti. Mana xalqimizda yana bir noto'g'ri tushuncha yuradi. Ya'ni tuxum po'chog'ini maydalab kalsiy qilib ichmoqchi bo'lishadi. Bu tuxum po'chog'ida D vitamini yo'q. Organizmga so'rilmaydi. Birinchidan. Ikkinchi masala, mana tovuq. Tovuq toshni yeb hazm qiladi. Shishani yeb hazm qiladi. Shunchalik mustahkam organizm sizga yem bo'ladigan narsa tug'ib beradimi? U tovuq tuxum po'stini o'sha anaqasi uchun, tuxumi uchun himoya sifatida yaratdi. U shunchalik mustahkam, u himoya vazifasini bajaradi. Siz undan oshqozoningizga solib eritmoqchi bo'lasiz. Umuman erimaydi. Bu gapni gapirayotgan ayrim doktorlarimiz tekshirish o'tkazsin. Qanaqa qilib tekshirish o'tkazadi? Kalsiyni bersin, o'sha tuxum po'chog'ini maydalab bersin. Qonida miqdorini aniqlasin. Bir, ikkinchidan
axlatni tekshirsin. Axlatda qancha kalsiy qaytib chiqdi. Ana shundagina kalsiy o'sha axlatida chiqmasa, keyin aytsin, bu haqiqatda misol uchun organizmga kirib ketdi, axlat bilan tatib chiqmadi kalsiy deb. Tushunyapsizmi? Bunaqangi haligi noto'g'ri ma'lumotlarga ergashib, tuxumni maydalab, o'zingiz ovora bo'lib, kalsiyni to'ldiryapman deb o'zingizni aldab yurmang. Birinchidan, ikkinchidan siz kalsiyni qonga so'rilishi uchun bilasizmi, qaysi darajada kalsiy erish kerak? U atom ko'rinishiga o'tish kerak, molekula ko'rinishga emas. Kimyoviy moddalar ko'pchiligi, misol uchun metalldan boshqa tuzlar ham, kislotalar ham va boshqa ishqorlar ham hammasi molekula ko'rinishida bo'ladi. Ular bironta boshqa modda bilan reaksiyaga kirish uchun atomlarga, ionlarga ajralishi kerak. Siz yeyotgan narsani mexanik eritganingiz bilan u oshqozonda kislotada erimasa, D vitamini bilan birikma hosil qilmasa, qanaqa qilib eriydi? Siz maydalagan, mexanik eritgan, maydalagan narsangiz molekuligacha maydalay olmaysiz uni. Maydalaganingizda ham boyagi narsalar yetishmovchilik bo'lgandagi absolyutno u organizmga so'rilmaydi. Eng yaxshi organizmga so'riladigan kalsiy birikmasi bu kalsiy gidrooksiapatit hisoblanadi. Bu qayerda bo'ladi? Bu suyaklarimizda bo'ladi. Hamma narsani suyagida bo'ladigan kalsiy birikmasi bu kalsiy gidrooksiapatit. Bu organizmga juda yaxshi so'riladi, juda yaxshi eriydi. Buni sizga isboti, dalil sifatida agar suyakni chaynab yesangiz, o'sha suyak sizning organizmingizga erib ketadi. Mana sizga dalil. Suyak axlat bilan qaytib chiqmaydi. U erib organizmga kirib ketadi. Tushundingizmi? Qanaqa narsa yeyish kerak? Demak, ko'proq suyak nimasini yeyish kerak, to'qimasini yeyish kerak. Bu tovuqniki bo'ladimi, bu boshqa narsaniki bo'ladimi, molniki bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha yumshoq suyaklarni yeb hazm qilsangiz, bu kalsiy. Endi men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yana bir kalsiy mana. Mana imенно mana shu kalsiy Xitoy firmasining, Tianxi firmasining kalsiysi. Bu kalsiy qora molni bo'yin umurtqasidan tayyorlangan. Shunday yo'l bilan tayyorlangan, bu 98% qonga o'tadi. 98% sizni organizmingizga kiradi. Bu narsani biz amaliy tomondan isbotini ko'rdik. Agar sizga o'sha narsa muhim bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, tushuntirib beramiz. U jarayonni qanday bo'lganini isbotlash, qanday jarayonda, qanday proses o'tganligini tushuntirib beramiz. Demak, xulosa qilib aytganda, osteoporozni davolash uchun kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan kalsiydan foydalaning. O'zingizni aldab yurmang. Kalsiy yetishmovchiligida, demak, suyak sinishi ehtimolligi yuqori bo'ladi, birinchidan, ikkinchidan, odamda ayrim joylarda, ko'pchilik misol uchun tanasida, umurtqa atrofida, qo'l oyoqlarda qaqshashlar bo'ladi. Tez charchash holatlari, holsizlik holatlari bo'ladi. Odamda jismoniy ishga ishtiyoqi pasayadi. Kalsiy yetishmovchilik bo'lganda, osteoporoz bo'lganda. Mana shunday holatlarni oldini olish uchun, demak, kerakli yaxshi kalsiylardan foydalanishni tavsiya qilaman. Bulardan biri mana shu. Shu yaxshi kalsiy. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, umuman kasal bo'lmanglar.